Aziz, navbatdagi rejamizdagi amaliyot aylana qoqli blefaroplastikasi. Bemorimiz 39 yoshdalar, marhamat ko'rsanglar bo'ladi. Yaqindan ko'rsatamiz. Yoshlarga nisbatan katta ko'rinish beryapti. Osilgan qovoqlar va oldin 3 yil oldin pastki qovoqlarni operatsiya qildirganlar, lekin effekt bo'lmagan. Ko'rib turibsizlar, baribir ajinlari turibdi. Lifting effekt bo'lmagan, tashqi o'g'ilari tushib qolgan, ko'zlarida mana bunaqa holatda, xudo xolasa, Singapur amaliyotini o'tkazib, ozgina chuqurroq beramiz skladkalarni va ortiqcha hamma terilarni olamiz. Ozgina murakkabroq ko'z anatomiyasiga egalar, maksimal skladkalarda ishlab, simmetrichni chiroyli natijali qilishga harakat qilamiz va mana bu ajinlarni ham tortib beramiz. Kuzatishda davom etinglar, podдержка qilishda davom etinglar. Hammaga rahmat. Ko'zimda qovoqlarimda osilish bor edi-da. Shundan rosa qiynalganman. Keyin pastni o'zimizda Namanganda qildirgandim. Qisqasi og'riq bor edi-da ko'zimni pastida. Umuman hech narsani bilmadim. Gaplashib, doktor bilan ham, yondagi yordamchilari bilan ham men og'riqlarni sezmadim. Ammo operatsiyadan keyin ozgina diskomfort bo'lar ekan, ko'z shishib qolar ekan. Bir kun 1,5 kunda ko'zim shishlari ham qaytib qoldi. Operatsiyadan keyin ham og'riq umuman bilinmas ekan. Faqat shu diskomfort ozgina shu ko'zlari shishib qolar ekan xolos. Undan boshqa diskomfort men bilmadim. Men og'riq ham sezmadim. Yaxshi o'tdi operatsiya. Natijasidan ham juda xursandman. Sardorjonga katta rahmat. O'ylaganimdan ham, kutganimdan ham yaxshi bo'ldi. Albatta tavsiya bergan bo'ladi. Buni qo'shnilarimiz ham qanchaga so'radi ham, faqat shu Sardorjonni anaqa tavsiya qila olaman, xolos. Chunki ishlarini ham unaqa uzoq kuzatmadim ham-da. Instagramda bir 3 oycha bo'ldi shekilli yozganimga. Instagramda kuzatdim, TikTokda ko'rdim. Qisqasi, hali menga o'xshab muammosi bor ayollarga juda men kutmaganim, bu darajada kutmaganim, ammo ishonib keldim mana shu. Keldim, qildirdim. Anaqa o'ylab ham o'tirmadim men. Yer bilan osmoncha farqi bor. Birinchida hech kim, bitta o'zim emas, ko'nglimga bog'liq ham, yaqinlarim ham aytmagan, birinchisida o'zim ham hech narsani bilmaganman. Mana misol ko'zimni pastiga tevalar bilan leykoplasterlar yopishtirildi, eyda yopishtirmaganda, dodokkani qo'yib jo'natgan edi. Menga effekt bo'lmagan, unda umuman effektini bilmaganman. Azob yeganim qoldi xolos. 15 kun, 20 kun azob yedim. Men umuman boshqa nimasini ko'rganim yo'q, effektini ko'rganim yo'q men bu ayolda qildirganimda. Katta rahmat sizga ham Sardorjon, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Tan joningiz sog' bo'lsin iloyim. Dugonalarim hammasi qisqasi keladigan. Xudo xolisa. Rahmat katta.